Men sizlarga hozir bitta narsani ko'rsataman. Keyin gapimni eshitasizlar, qarang. Mana bu yo'q sumkamga, ana mana shuncha pul borda, ichiga 100 mingtalik ham, 200 mingtalik ham, ishqilib 50 mingtalik ham hammasi aralash qo'yganman. Endi shu krupni summani aytsam bir tak $250, $300 atrofiga borda. Sumkamga или karta raqamga ham bor. Bu mana 2 kunlik daromadimda reklamani orqasidan. Endi nima, lekin hozir ana 2 kun ichiga masalan shuncha pul ba'zilarning bir oylik pulida bu. Hozir endi bilmadim, baxt oylikda emas degan narsaga yana bir men bu narsani doim ignor qilib kelganman, chunki baribir ular narsa qaysidir tomonlama bir-biriga bog'liq. Lekin hozir shunaqangi nima tatmayapti shu narsa, ishonmaysizlar. Umuman tatmayapti. Bo'lmasa men quvonishim kerak, xursand bo'lishim kerak-da. Misol, shuncha daromadga erishdim, yaxshi bo'lyapti, ishim zo'r bo'lyapti deb. Bu umuman tatmayapti. Men yana bitta narsani aytmoqchiman. Odam hayotda kimga nimani ravo ko'rsa yoki qanaqa kunni boshiga tushirgan bo'lsa, o'zi ham o'sha narsani ko'rmasdan dunyodan o'tmaydi. Chunki savol-javob shunday qilingan. Odam kimga nimani ravo ko'rsa, nimani tilasa, o'zi ham o'sha narsani ko'rmasdan bu dunyodan o'tmaydi. Hech qachon o'tmaydi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rib guvohi bo'lganman. Shu darajada bo'lganki, vaqtiga meni onamni azob berganlar, men azob berganlar endi bo'lgan, hamma hayotda hozir shunaqangi zo'r bo'lib yotibdiki, shu aftiga qarab, san degim keladi. Yana o'zimni tiyaman, chunki uni Xudo urib bo'lgan, Xudo jazolab bo'lgan. O'sha uchun bir kishining farzandiga yoki nima bitta o'zing yaxshi bilmaydigan odam haqida noto'g'ri fikr bildirishga yoki unga qasdaniga nimadir ish qilishga yo bo'lmasam nima deydi, uni orqasidan qanaqadir yomonlik qilishga urinmaslik kerak. Chunki bu qaytar dunyo. Eng yomoni nimaga aytaymi? Eng yomoni u sizga qaytmaydi. U sizni farzandingizga qaytadi. Eng joni jigar bo'lgan insoningizga qaytadi. Aytishinglar mumkin, meni farzandim yo'q, kimimga qaytadi deb. Farzandi yo'qlar eng joni jigaringizga qaytadi. Shu narsani hech qachon esingizdan chiqarmang. O'sha uchun o'shanga qarab ishingizni qiling. Bu gaplarim kim ko'rib o'tirgan bo'lsa hammaga tegishli emas, lekin meni kuzatib turgan ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi qaysidir ma'nosi qanjiq basharalarga tegishli. Qanjiq basharalarga tegishli, kuntelarga tegishli. O'zi biladi kimligini. Juda ham yaxshi biladi. Chunki meni kuzatib yuribdi. Meni kuzatib yurgani uchun ham har qanaqangi gap chiqarib yuribdi. Og'ziga egalik qila olmasdan. Iloyim o'shalarni o'zini farzandiga qaytsin. Yaxshi kunlarni niyat qilib to'y tadbir boshlayotgan bo'lsa, o'ziga qaytsin.